Xatirlaysizmi? Avval tug'an negiz. Senga borish 7-8 yash. Ati-anining yash vaqti. Abi bobayinda yashda rahatlanib, qopqa tibinda skameykada o'tirib, ko'rshilar bilan silashib o'tiralar. Tug'anlar qaytib tashakkur ettirib, it o'li bola chaqa. Qopqaning eshigi yopilmaydi yo'l vaqtda, xatirlaysizmi? Men shunday sog'inam ul vaqtlarni. Ul vaqtda nechikdir borda butani tug'anni yaqin ko'rgan ul vaqtda. Ko'rishsin ko'rishi etgan. Rahat zaman, bir tegiz zaman. Men sog'inam birga pishanga boruvlarni, xatirlaysizmi? Ot arvasina o'tirib, abi bobay, ati-ani men, singlim. Xatirlaysizmi, barangi shashayik. O'zimizga boshda ko'rshilarga, tug'anlarga, butun ovulga yurt ko'targa nima desangda birga bo'lganlar. Qayg'u hasratda da birdan bo'lganlar. Chunki bir tegiz zaman bo'lgan. Bir-biringa betaraf bo'lmagan zaman. Men shunday sog'inam. Qopqa tibinda o'tiram. Xatirlaysizmi? Ovul, o'ram, dim qorong'i, ham sizdagina bag'ana o'ta. Baqalar tovushi. Ham skamiya. Ul hozir yolg'iz. Ilik u yolg'iz tug'ilgan. Ilik shu skamiyaga o'tirib, abi boboy meni bolalar bog'chasini uzatib qoldilar, maktabdan qarshi oldilar. Hali xatirlayman, abi boboydan qochib yo'lga tirilgan pensiya akchasini beray. Shu raqat mezgillar bir qo'shanda bitmas kibib tuyuldi menga. Men ustim student bo'ldim. Avulga qaytib boram, shuluq avul, shuluq negiz, shuluq skamiya, shuluq boboy. Abi endi yo'q.